Assalomu hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda barcha aka-uka singillarimiz xush kelibsiz kanaliga. Assalomu alaykum do'stlar aziz. Xush omading ba kanalimdan avzor qilib. Do'stlar aziz, mo imroz Nohi Qabadiyon, Juma bozori Qabadiyon deymiz do'stlar aziz. Mol bozori Qabadiyon. Hazar, bugun mol bozori Qabadiyondamiz. Qo'limizdan kelgancha katta mol, mayda mollar syomka qilamiz. Do'stlar aziz, kalon, barachay, savulqay hamasha batafsiz moda Dovi kalon maydara syomka kada batafsiz moda narna oshqati shunot mekin do'stlaringiz. Layka zer mekin do'stlaringiz. Kadomta chizi savol dorin. Daskiri chiqiliki kamay do'stlaringiz. Marhamat ham padili sakinin grupoda yayloshkinin partoin hamish shishavyak. Marhamat bu har roz omadam mekin, har juma omadam mekin. Polni narna oshqati shunot kadin do'stlaringiz. Marhamat o'zi merim. Yakta kalon maydara shimoda narxni o'sha ma'lumot mekin. Bu qadam o'sha dar ko'ray nomer telefoncha memonim zang mizanin. Qadam ta govi jushomadagi dar ko'ray zang mizanin o'zi yagon tasha meqati narxisha mekin. Bu nomer telefonam dahanaki mekin. Aziz qadam ta dar ko'ray bo'lsa ma'lumot bixarin aynon mongoin bu arzonda qadam etadi. Kelgancha mana yerdan birinchi olgan mollarni olamiz, sotib olgan. Do'stlar aziz, xaridorga o'sha narxi ham berim chansima. Mana buni olib kelyapti. Mana u provarda esa. Nech puldan oldingiz aka bular? 1900 dan. Mana 1900 hazorini sasimi xaridayni qaron. Hazorini sadi xariday. Mana 1700 ga olibdilar. Hazor hafsasi xaridaycha. Qo'limizdan kelgancha hozir so'rayman. Mana chiqib ketyapti bir gala. Uloqlar kiryapti mayda. Oh, sheri panchi. Qanchaga oldingiz aka? Qanchaga oldingiz? 3,5. 3,5 ming so'mga oldim. Sevini mazar so'mda xaridayman. Mana bunday uloqlar bor ekan. Ular qanchadan bo'lyapti aka? 700 so'mdan so'raqda bermabdi. Buni hafsasi men nadim degan. Nech pul o'zi? 900. Hafsasi men 900 so'm. Bu uloqlar qancha bo'lyapti aka? 600 so'mdan aka. Ejura. Kanunu şampılmış ve çansım arzunmuş var. Hafsas bu nadoda iste. Mana asosiy bo'ldi aka. Polni ichkariga kiramiz. Tomonlarni sizlarga birinchi qo'zlar olib chiqay. Keyin dasturxon ketamiz. Assalomu alaykum. Xo'p, nech pul bo'lyapti aka? 1,5 aka. 1,5 ming somon. Yakiniy mazor somon. Bu necha oylik bu? Bilmaysan. Bular qanas? Nech puldan bo'lyapti aka? 1400 deyapman. 1400. Mana muomalasi bor. Qo'zlagan aka mana. Narmanni qo'zlagan. Bunisi-chi? Bunisi 900 so'm muomalasi bor. Nafsasi muomalasi bor. 900 so'm muomalasi bor. Bular qancha bo'ldi aka buni maydalar? 650, 700. Mana 650 so'm, 700 so'm mana qo'zilar. 650 so'm, afsos so'm, barachova desangiz. Neda polni qo'ylab qo'zi. Nech pul bo'ldi ta? 1000 so'm. 1000 somon. 1000 so'm kelsa. Bunisi-chi? Qancha bu? 600 so'm mana qo'zicha. 600 so'mning baracha desangiz. 600 so'm desan. Bu qancha bu? Yakiniy mazori. Yakiniy mazor so'mini desangiz, 1,5 ming so'm. Bozor so'rab narx qildimi bilan? Qancha qildi? 400 so'm. 400 so'm so'rabdi, bermadim derman. Sho'rsasam pursa deyman kerak. Ta qanchaga oldingiz buni? 22 dan olibdim buni. 2200 dan olibdim. 2000 desasimi xaridayman. Oldingizmi aka buni? 2,5 ming somon. Diniy mazor somon. Tag'a bular qancha bo'ldi bular? Bular 17 dan deyapman. 1200 dan aka. Hazor desasimi bu muomalama shu. Hazırız. Bular qancha bo'ldi hojibo? Bular. Buni 13 deyapman. Buni 1300 so'm deyapti. Hazor 80 so'm deysiz. Bunisi-chi? 1700 so'm. Hazor hafsasi hazor. Qancha bo'ldi bu?
1600 so'm ekan. Azor shashtasi desas, xo'p, mana dromedron desangiz, mana polni qilay. Dromedron ku. Shinos doshta boshab bugunki Shinosum amjadabday, maraman. Assalomu alaykum. Nech pul bo'ldi mana qo'zicha? Qo'zchami? Ha. Qo'zchani 2,5 ga bermabdi. 2,5 ming so'mga bermabdi. Dini mazor so'monda nadi degan. Nech pul deyapsiz? Garotidan kelgan, Muhiddinning qo'zisi. Mana Garovtini Muhiddinning qo'zichi ekan. Muhiddin akamiz. Turchinikida. Muhiddin aka qo'zingizni qarang qaytib turibdi. Bozorda oldi qo'zilardan bittasi turibdi. Ho'kizdan qancha qoldi deng, ho'kizdan deng, ho'kiz sota. Yo'q-a? Ha, ho'kiz biznes. Ho'kizdan qancha qoldi aka? Muhiddin aka ho'kizdan Yozing kommentariyaga. Bu qancha deyapsiz o'zi bozor? 3000 deyapti. 3000 mi? 3000 somon ekan. 3000 somon desiz, diniy bozordan nima olamaga kelsin. Mayli, barakasini bersin aka. Xo'p, mana g'inojinga kelamiz. Nech bo'ldi tag'a? 4,5 deyapman. 4,5? 4,5 ming somon. Savdo qilyapti, bermadi. Mana 3700 so'm obzor tv. 3700 so'mdan nima olamaga kelsin. 3700 ga bermadim deydi. Zo'rni bozor. Mana bu tomon atamiz. Qancha bo'ldi aka? Karpatmi? Karpat. 3000 deyapman. Mana Karpatda 3000 deyapti. 3000 so'm deysan uni. Barach. Bozor qancha qoldi? 2,5 pul. Diniy mazor somondan nadi demak. Diniy mazor somon pursiday bozor. Gusala choy desan. Biqaman? Qachon g'inojinmi? Nech pul bo'ldi aka? 7000 somon. Simentalmi bu? He, bacha simental akaman 8 oylik deyapti. 7000 somon deyapti. Yana muomalasi bor ekan. 7000 somon desiz, bozor so'radimi biran? Qancha? Ha? 63 6300 so'mga bermadim dedi. Simental dedi mana. Simental la toshni, yo gibridmi? Mana akamiz simental deyapti. Egasi ushlab turibdi mana jibdi. Simental deyapti. Malades, barakasini bersin. Kusalo qancha bo'ldi aka? 7000 yaptıracak. Mana 7000 so'm edi so'raysiz. Usuladi şontu yani. Mayli. 7000 so'mdan ekan. Bozor pirsida ekonchi. Haftodak 7000. Buna İsteyen kadar arsa. Mana desangiz dedi 7000, 7000. Jira haftada hafta. Haftada bozor qadaymi dedi desangiz. 7000. Nech pul bo'ldi aka bu? 80 chor bozor narxi yasamagan desangiz. 8400 so'm bozor qilyapti dedi. Qancha? Xudton chansim desin. 9000 so'm desin. 84 bozor so'rayapti. Buni qachon so'raymiz? Nech pul bo'ldi bu? 10,5 ming so'm. Dahni bozor so'm desangiz. Obzor tabak. Bozor chankada? 8000 so'm bozor narxi yasamagan desangiz. Ne chansim chi tag'a? 9 tutamdi. 12000 so'm. So'raysiz 12000 so'm desangiz. Bir chamoa aka. Shashmoa desangiz. 12000 so'mga qaradayapsiz. Xo'p, mana bu tarafa kelamiz. Nech pul bo'ldi aka bu? 10 ming? Qilyapti. 10 ming so'm bozor narxi qilyapti. 10000 so'm bozor pursida hisobga kelsangiz. Katta ko'zarim qolmadi. Qancha bo'ldi aka? 17 ming so'm. Mana 10000 so'm deysiz. Bozor narxi qildimi? 15000 so'm bozor savdo qilsa pursida yemagana narx xaridaydi. Chansim shi aka? 10000 so'm. Ne bu qancha 10000 so'm mega. Bozor chankada? 12000 so'm bozor savdo qilsa mega. 12 ming so'm bozor savdo qilyapti ekan. Tomonda katta tomon yo'q. Mana hozir endi qo'limizdan kelgancha. Qadam sha. Mana do'stlaringiz chansimay? 12000 so'm mega do'stlaringiz. 12000 so'm. Bozor chankada? Bozor. Ha? Dahani bozor so'm bozor savdo qilasiz. Dahani bozor so'm bozor qilasiz mana. So'yib aka. Chiqilay savdo chiqilay aka sizda. So'zay o'qi. Mana so'zaymaga desangiz. Marhamat.
Xo'p. Hoji chansım shi takay. Assalomu alaykum. 12 xisray bo'g'azay. Chamoa bo'g'azay. Haf moa bo'g'azay 12000 so'm kutaysan. Bozor pirsidaygunchi. Chan. 10000 bozor pirsidaymagan. Xo'p. Hoji chansım shi dey. Tamam. 15000 so'mdan naqd o'dama kelsangiz. 15000 so'mga bermabdi. Bozor chankada? 15000. Bo'g'azay qisira. Qisira mengisangiz. Bir faqat mekishin. Mana ne sherdor aydi sanasiz. Chansım shi taka? 17000 so'm. Do'stlaringiz 17000 so'mga eng go'zalacha. Bozor chankada? Bozor Chordaka. 14000 so'm bozor narxi kesamaga. Chanqa sher metayi. 8 litr. 8 litrda garantiya sherish mana do'stlaringiz. Seni kalon do'stlaringiz. Hay, mana jamak zarim. Nech pul bo'ldi bu? 14. 14000 so'm. 14000 so'm kutasan. Bozor nech pul qildi? Yozda 700 so'm bozor narxi chiqadi menimcha. 11800 so'm bozor narxi qildi. Buni o'chis. Qancha suti bor? 5 litr suti bor. 5 litr sher doramaga sanasiz. Hop. Mana shu kishi arzon. Aka nech pul bo'lyapti? Qancha? 16000 so'm. Bu qanday parodali? Nima paroda uni bilmaysizmi o'zingiz? Mesni. Bozor qancha qildi aka? 15 qilyapti. 15000 so'm bozor so'rayapti. 16000 so'm desiz, 15000 so'm bozor narxi kelsa, nima demak ekansiz? Qancha suti bor aka? Qancha? 4 litr suti bor aka mana. 4 litr sher metamaga desangiz, nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi ekan azar. Duyum gusalashamiga. Aka qancha bo'ldi bu? 18000 so'm. 18000 so'm desiz. Bozor qancha qildi? Bozor 13000 so'rayapti, 15000 so'rayapti. 15000 so'm pirsidaymaga, 18000 so'm pirsidaymaga desangiz. Mol paxtakorda moli, Nurdin plastikda moli. Gap yo'q emas. Qancha sut bor aka? Agar qancha yesa shuncha ko'payadi. 10 litrgacha suti bor. Mana to 10 litr sher metamaga desangiz. Bu yurmaganmi? Bu yoqqa yurmagan tirnoq uzib ketdi. Yo'q, uyga turgan mol. Uyda turgan mol ekan, faqat jim berib bo'g'az sog'ib olaverasiz. Mayli, barakasini bersin. Aka, assalomu alaykum. Nech pul bo'ldi bular? 18000 so'm. 18000 so'm qo'yasiz mana. Qancha suti bor aka? Ha? Yesa 5-6 litr sut beradi. Bunisi qancha? 13,5. Bunisi 13,5 so'm. Senzanim azar so'm qo'yasiz. Hozir. Ikkovining bolasi jaltlaydi ekan. Bozor so'radimi yo'qmi aka bularni? Har xil. Bozor har xil so'rayapti dedi uni. Mana yoqda. Bitta bor ekan. Chansım shida o'jaydi. Assalomu alaykum. 4000 mega. 4000 so'mda frukt ayoli savdoda. Savdoda. Shuna bu salash. 4000 so'm desiz. Bozor holi yagonchi napsda. 5000 so'm purs. 5000 so'm bozor pirsidaymaga desangiz, holi naxarda. Primer chanqa shermet aka. 10 litr bolo shermet amaga, endi tolka men pesh bozor pesh go'sh ham yeydi. Sina chavinasizlar, kalonda. Nechi deyapti-ku? 40000 so'm, 35000 so'm bozorda ko'rdi deyapti. Sizdanmi? Yo'q. Xo'p. Aka chansım shida, assalomu alaykum. Aka 20000 gapar muomala bor. Mana 20000 so'm yana muomalasi bor azar. Ikkinchi buzov balasi urg'ochi 8 litr Jim salashi do'stlar. Mana. Birorta olmoqchi bo'lsa, nomor telefonda qo'ying. Mana.
Kida darkor ham do'stlar aziz 20000 so'm. Düğün salaşay bachash g'anojinay 5 roz. 8 ta shirmetya. Tepayda. Biroq xil ayb yo'q. Mana hozir yagon ayb nadoram aka do'stlar aziz. Kadomta darkor bo'lsa, ma'lumot o'z nomer telefon ham memorim zangmizaning. Haqiqatan go'zura. 97 97 505 505. 77 Aha. 57. Do'stlar aziz, amin nomerda zangmizaning. Kadomta xili go'ju shu. Arkasına olur, arkasına bor. Darkor ma'lumot. Mana do'stlar, sizin chiqinglar. Mana yagon noqimaydi buni qarang. Ham shuma yuvosh mazam ol ekanda haqiqatan. Buni olasiz faqat sog'ib sutini ichasiz. Mana bolasinizdan ketaveradi qarabsiz. Faqat bolasi bilan. Emchagi bilan ishi yo'q, bolasi bilan ishi bor ekan haqiqatan. Telefon qilsin yana bala ko'p. Bo'g'oz Leboy nomi topib beramiz. Mana hozir xohlagan molingizdan topib beradi. Mana telefon qilasiz. Dastavka ham bor. Dastavka 3 rangga dastavkasi bor ekan. Qo'llaringiz egasi bemalol topib beraman dedi. Nechta bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz. Xo'p, mana endi bu tomonga ketamiz, qo'ylarni ichiga boramiz hozir. Qo'limizdan kelgancha sen ketdik. Xo'p, qancha bo'ldi inali bolalar aka bular? 35. 3,5 ming so'mdan bolalar. Bu sovliqlar kimdan? Qanchaga? 22,5 bittasi shuni sotildi. Bunisi-chi? 5,000 so'mga bunisi sotildi. 5,000 so'mda ishab fruktaz. Ila 2,5 so'mda savliq kalona fruktaz. Bu paracho chansmi? Nech puli? 2,000 so'm. 2200 so'mdan ekan bular. Bozor so'radimi? Nuzdanim sam bozor kalayna. No, 1000 so'm keldi. Bu qancha bo'ldi aka bu? 2200 so'm. Bozorda 1000 so'm ketdi. Nech pul bo'ldi aka bu? Salom. 14 deyapsiz. 1400 so'm arda. Hozir 400 so'm ketasiz. Bozor qancha qoldi? Bozor 11. Bozor 11 qildi mana. Yo'q, hozir 7 so'm bozor. Rossiyadagilarga salom. Gap yo'q. Rossiyadagilarga salom. Buni shu aka. Bu mana ko'rib turganlaringizdek juda ham shu chuvalaklar ham juda ko'p. Mana deysiz. Katta sog'liqlarni ham so'raymiz. Hech chansimi ishida ta? 28. Buni sog'liq katta sog'liq so'ragan ko'klamizga mana 2800 dan ekan. 2008 so'm kutasiz sanaysiz kalon. Marama. Hoje sog'liq chansimi shi? 2008 so'm. Kalon. Bozor savdo kadaymiz? Biz chornim da nado demek ediyorlar. 2450 so'mdan nado deydi. Katta sog'liq. Aka qancha bo'l takacha bu? 32 3200 so'm. 3000 so'm. Qolgan yerda barachalar bor ekan, birgalar o'z barachalar olamiz. Xo'p. Barachalar qanchadan bo'lyapti aka? 2000 aka. 2000 so'm ne? Optovi 2000. Opto yaga hafsadi nado deydi. Hozir hafsasi men nado demak ediyorsangiz. 4, 6, 5, 11 tasdik. Mana hozir qo'limizdan kelgancha bosib chiqdik hammasini qo'ydagi. Mana chuvalanglar turi bilan. Akajon salom alaykum. Chuvalanglar qancha bo'lyapti aka? Mana 1600 dan aka. Azora shashtasi men do'stlaringiz men. Azora shashtasi men. Bo'ldi. 50 ga olmish. 50 ga olmish 10 so'm bo'ladimi? Xo'p. Hurmatli kelgancha bosib chiqdik akalar. Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.